Yog'ni soldik. Yog'ni solib bo'lgandan keyin yog' isishini kutamiz. Men go'shtlarni ana bunday qilib to'g'rab oldim. Yog' ham isidi. Endi go'shtni solamiz. Qizdirib olib, go'shtni tovoqqa solib yopib qo'yamiz. Yopib qo'ygandan so'ng tagini past olovda pishiramiz. Tagini past olovda qo'yamiz. Past olovga qo'ygandan so'ng piyozni ana bunday qilib to'g'rab olamiz. So'ngra go'sht qizargandan so'ng go'shtni ichiga solamiz. Ovqatdan oldin, pishirishdan oldin sabzini nargaza qilib qo'yamiz. Buning uchun 1 kilo sabzi kerak bo'ladi. Go'shtni vaqti bilan kavlab turiladi, kuyib ketmasligi uchun. Ana go'sht ham qizarib qoldi. Uni og'zini ochamiz va qaraymiz. Aralashtiramiz. Va piyozni tashlaymiz. Ana piyoz tashladim va aralashtiramiz. Yoyilib ketgancha. Agar oshga qancha ko'p piyoz tashlansa, shuncha shirin bo'ladi. Buni endi kutamiz. Piyoz qizarib lanj bo'lishini, so'ngra ana bu sabzini ovqatga tashlab yuboramiz. Tagini o'rtacha olovda pishiramiz. Mana shunday bilan bo'lishi kerak va ichida qizarish va pishish ketyapti. Orada piyozni kavlab turamiz, bo'lmasa kuyib ketish ehtimoli 99% ko'p. Ana qizarish boshladi. Hayroqqa qilib qo'yamiz, chetga chiqib qolmaganligini ko'ramiz. Og'zini yopib, yana qo'yamiz. Tagi o'sha. Ana lanj bo'lyapti, qizib bo'lishini kutamiz. Tak, ana bizana piyoz ham qizardi va men birinchini ivitib qo'ydim, 2 kosa birinchini bittasi suvga solib qo'ydim, birinchi tozalab. Endi sabzini tashlash vaqti keldi. Tak, ana sabzini ham tashladim. Endi yaxshilab aralashtirib og'zini yopib qo'yamiz. Ana sabzini solib aralashtirdik. Endi og'zini yopib damga qo'yamiz va har zamonda aralashtirib turaveramiz. Og'zini ochib, bir marta aralashtirib, tagini past olovda pishiramiz. Ana yana bir marta aralashtirdik. Endi tagini past qilamiz. Pastgina olovcha qilib, tagini yopib qo'yamiz va aralashtirib turamiz. Ana bizani sabzi ham qizardi. Pishganini bilish uchun ana bunday qilasizlar. Ana bunday qilib, ne qilsalaringiz uzilib tushadi. Ana. Ko'rasiz, bilgan. Va o'zi biz birinchini solamiz. Birinchi bo'lgandan keyin sizlar ko'rsataman. Ana suzdim, endi tekislaymiz. Birinchi ustidan tekislab chiqamiz. Asta-asta tekislab chiqamiz. Ana tekislab chiqdim. Ustiga keyin ustidan suv solib, bir barmoq suv solib, tuz solib, ustini yopib dimlab qo'yamiz. Suvni tortib bo'lgandan keyin sizlarga ko'rsataman.
Arada zira ham sepib qo'yamiz. Yana og'zini yopamiz. Tak, bu suvini tortib bo'ldi, ana suvini tortib bo'ldi. Suvini tortib bo'lgandan, endi suvini tortib bo'lgandan keyin tagana miltillatamiz. Ana miltillatamiz. Ana lep qilibdi. Endi bu pishadi. So'ngra og'zini yopib, so'ngra hammasini sizlarga ko'rsataman. Oshni olamiz. Bir gideta bir 15 minutlar turdi. Endi chappa qilib tashlaymiz. Chappa qilamiz. Chappa qilib tashlaymiz. Og'zini yopamiz endi. Aralashtirib bo'lgandan keyin bir 15 minut turgandan so'ng, bir 15 minut turgandan so'ng anamdan qilib chiqamiz. Qilib bo'lgandan so'ng bunday bo'lib minoracha qilamiz. Minoracha qilamiz, ana shuni. Mana shuni minoracha qildik. Endi buni ana beri bilan ana bunday, buni qilishimizdan sabab arasidan havo o'tib, birinchilar pishadi tez. Qilib, ulardan olib, joyiga qo'yib, og'zini yopib qo'yamiz va tamom. Oshimiz ham tayyor, shirin va mazali. Osh mazali bo'lsa, yoqimli ishtaha.